Umurtqalaringizda sizda aseptik nekroz deyiladi. Sizga isitma bermaydi. Lekin o'z-o'zidan xuddi issiq joyga solingan navbatga o'xshab suyaklaringiz erib ketyapti mana. Tushundingizmi? Множественный fibrozli achaklar sizda. Isitma 39 ga chiqardi. O'sha paytdami yo hozirmi? Bir yil oldin ham tushib chiqqan. Sizda mana shu vasvalin, mana shu umurtqalaringizdagi hammasida mayda afseschalar bor. Tushundingizmi? Hozir ham og'riqqa mana qo'llarim qaltiraydi. Og'riq tushib. Endi og'riq, beldagi og'riq qo'lga bog'liqni joyi yo'q-da. Bo'yinlarga bog'liq onasi. Tushundingizmi? Bo'yinlar hamma umurtqalaringizda osteoporoz, suyaklarda strukturasi buzilgan. Mayda mana bunaqa to'chka achaklar paydo bo'lgan. Tushundingizmi? Ular hammasi fibroz to'qimalar. Suyakmasi fibroz to'qima. Boshqa to'qimaga aralashgan narsa. Endi belingizga poyez taqishingiz kerak. Birinchi navbatda shu belingizga nagruzkalar hammasiga to'liq bo'linib tushish kerak-da. Qo'ltig'ingiz tagidan ko'tarish kerak, toshingizga yopish kerak. Shu belingizda egilayotgan, belingizda og'riq berayotgan yuklar bo'linish kerak. Umurtqaga nefasingizga o'tirmaslik kerak. Tushundingizmi? Mana o'shanda keyin gavdani tekislab, orqa miyadagi kanaldagi nervlar tiklanib, taranglashib, eski holatiga qaytishiga qaraydi. Ko'zlarga mana shuna qo'llar boshlanadi. Hammasi beradi endi bu narsaga. Mana shu orqa miyangizni kanali qisilyapti-da, shu yerda mana. Og'riq qattiq bo'ladi. Shunaqa miya qisadi. Endi ular hammasi shu bo'yningizga bog'liq. Bo'yindan chiqqan nervlar boshqa ham ketadi-da. Buni turib cherepni davleniyasi oshadi, boshda davleniya. Tushundingizmi? Shu narsalar hammasi shu orqa miyamizda kanalini qisilishida. Arsenal, tok bermali, og'riqlar qoladi, toliqishingiz qoladi. Belingizga poyez taqib olasiz, kalsiylar ichib turasiz. Xo'pmi? Kalsiy, o'siq ham. Vitamin B. Ha, shularni ichib turasiz.